3 kun dam olishda biz Samarqandga yo'l oldik. Samarqanddagi Registon maydonidagi Sangzor degan mehmonxonaga joylashdik. Juda ham chinam, juda ham ozoda, ishchilari ham juda ham xushmuomala. Bizga farzandlarimiz uchun xonamizga yana ikkita joy tayyorlab berishdi. Bu reklama emas. Biz shunchaki har safar Samarqandga borganimizda xuddi shu gostitsada qolamiz. Xullas, Bibixonim madrasasini yonidan jimgina o'tib ketdik. Biz Samarqandga tez-tez borib turamiz. Bu gal ish bilan borganimiz uchun ko'p joylarni aylana olmadik. Siyob bozoriga bordik. Juda ham chiroyli idishlar, sayyohlar uchun atalgan bozor desak ham bo'ladi Siyob bozorini. Ortiqcha narsa yo'q. Xullas, bir so'z bilan aytganda juda ham chiroyli bozor. Bu bozor aynan turistlar uchun mo'ljallangan bozor, chunki oddiy aholi uchun u yerdagi narsalar qimmatlik qiladi. Hamma narsani 1 minutda ichiga joylash juda ham qiyin bo'ldi. Xullas, bir xil videolarni kirgiza olmadim. Orada xo'jayinim menga mana shunaqa lolalarni sovg'a qildi. U svejiy mahali syomka qilish, rasmga olish mutlaqo esimdan chiqibdi. Xullas, maroqli dam oldik. Mana shunaqa go'zal atmosfera bilan qaydasan Toshkentim deb o'z Toshkentimizga, uyimizga qaytib keldik.